hozirgi kundagi urfdagi latok, ya'ni pol qismidan gulzor qismi 3 sm baland bo'layotgan urfdagi latok ko'rishlar mumkin. G'ozg'on mramoridan qaymoq rang qilib, kafel ham qaymoq rang tanlangan, ya'ni rozivoy rang tanlangan ko'rishlar mumkin. Juda ham chiroyli chiqqan. Nimaga bunaqa qilingan? Umumiy uyda strukturasidan kelib chiqqan holda bir-biriga uyg'unlashtirilgan, ya'ni sokinlari korka bo'lgan g'ozg'on mramori bilan ko'rishlar mumkin. Juda ham chiroyli yechim bo'lgan, professional yechim bo'lgan desak ham bo'laveradi va polga ham shunga monand Xitoy kafel qo'yilgan 1 kvadratni $11,5 olishibdi va suvda ham sirpanmaydi deyishyapti. Sabab o'sha ustidagi relyeflari juda ham chiroyli ekan. Shaxsan o'zim yurib ko'rdim. Axir aka latokka ketadigan uklonga suvni bitta sepib ko'rsating. Nima keragi bor latokda? Qaranglar. Ko'rishinglar mumkin. Qancha davleniyada suv kelsa ham o'tib ketmaydi gulzor tarafga. Ko'pchilik nima keragi bor latokda deydi. Asosan landshaft qilib, bog' qilib, qimmat daraxtlarga kelgan odamlar latok qildiradi, chunki aksariyat mana bunday kafel terilgan xonadonlarda ishi yuvish bo'ladi. Sababi tez kir bo'lib qolsa, baribir yuviladi. Chunki mana bunday go'zallik turgandan keyin hech kim kir holatda saqlagingiz kelmaydi va qimmat daraxtlarga kelgandan keyin qurib qolmasligi uchun ham latok qilish zarur. Ximikat ham yuvilganda, ximikat baribir daraxtlarga ziyoni tegadi. Chunki 1 yildan keyin kir bo'lib qolishi va uncha-munchaga ketmasligi mumkin. Shunda kislotalar bemalol yuvsa bo'ladi. Bu ishlarni Axir akam qilganlar, profillarni atmetga qilib ketamiz va bu xonadonda hammomlarni ham qilishgan ekan. Video oxirida hammomlarni ham ko'rsatib ketdik. Va hovlimizda yana bir chiroyli yechim qilib ketilgan, ya'ni nol qismini ko'ryapsizlarmi? Kafildan baland qilingan uklon latokka berilgan maksimum. Sababi oddiy, ximikat bilan yuvilganda daraxtlarga ziyon yetib qolmasligi uchun hamma daraxtlar mana shunday o'ralgan. Nariga mana daraxtimiz ham o'sha nol qismi balandroq kafildan ko'rishingiz mumkin. Maksimum yashil zonani ehtiyot qilish uchun olib qoling. Kafel ham o'sha rozivoy mramorimizga yaqin rang qilinibdi. Endi hozir svet yo'qligini hisobiga bo'g'irroq turibdi, lekin o'zi ochiq mana svetda edi, ochiqroq. O'zbekiston kafel ekan, 120 ga 60. Vannasi esa Xitoy aka, sekretni loki. Bu tarafda trap sekretni deyishyapti. Osma nima qo'yiladi desa aka, rakvina qo'yiladi. Mana shunday sifatli ishlar kerak bo'lsa ham bemalol qilib chiqarasizlar.